bo'lyapti bu gap? Illiyinda Allohning huzurida bo'lyapti. Me'roj kechasi bo'lyapti bu narsa. So'ring olasiz deganda Muhammad alayhisalom Allohga duo qildi. G'ufronaka robbana va ilaykal masir. Parvardigor gunohlarimizni kechirgin, baribir qiyomat kunida sen oldiga qaytib boramiz dedi. Alloh azza va jalla aytdi: "Tahqiq sizga va ummatingizga mening mag'firatim bo'ldi. Kimiki meni yakkaligimni tan olgan bo'lsa, sizni payg'ambarligingizni tasdiqlagan bo'lsa, albatta uni gunoh kechirildi" dedi. So'ngra aytdi: "Ey Muhammad, so'rang, olasiz" dedi. Payg'ambarimiz aytdi: "Robbana la tu'akhizna in nasina va akhtana." Bizning ummatga ushbu gunoh yozilmaydi. Shuni payg'ambarimiz so'rab tushdi evadan. Parvardigor, agar biz esdan chiqarib gunoh qilsak yoki xato qilib gunoh qilib qo'ysak, shu xatoyimiz bilan bizni jazolamagin. Lakazalik la u'akhizukum bima nasitum aw akhtatum wa mustakritum alayhi. Ey Muhammad, oldingiz so'ragan narsangizni